Agarda AQSh va Xitoy to'qnashsa, bu batlda kim yutadi? Keling, ikki mamlakatni solishtiramiz. Birinchi bo'lib AQSh haqida gaplashsak. AQSh Shimoliy Amerikada joylashgan. AQSh so'zi Amerika Qo'shma Shtatlari so'zining qisqartmasi hisoblanadi. Amerika 1776-yil 4-iyulda mustaqillikka erishgan. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump. AQShning milliy hayvoni oq boshli burgut. Xitoy esa Sharqiy Osiyoda joylashgan. Xitoy 1949-yil 1-oktyabrda mustaqillikka erishgan. Mamlakat prezidenti Si Jinping. 我在北京 Xitoyning milliy hayvoni esa panda. AQShning poytaxti Washington, Xitoyning poytaxti esa Pekin shahri. AQShning yer maydoni 9,830,000 km2 ni tashkil etadi. Xitoyning yer maydoni esa 9,596,960 km2 ni tashkil etadi. AQShning aholisi 348 million kishini tashkil etadi va bu ko'rsatkich bilan dunyoda 3-o'rinni egallaydi. Xitoyning aholisi esa 1,413 million kishini tashkil etadi va aholi bo'yicha dunyoda 2-o'rinni egallaydi. Eng qizig'i, Xitoy AQShdan deyarli 4 barobar ko'p aholiga ega. AQSh aholisining 49,5% erkaklar bo'lsa, 50,5% ayollarni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Xitoyda esa 51,3% erkaklar, 48,7% ayollarni tashkil etadi. Juda qiziq. AQSh aholisining 78,2% ingliz tilida, 13,4% ispan tilida, 1,1% Xitoy tilida, 7,3% boshqa tillarda so'zlashadi. Xitoyda esa 71% mandarin tilida, 7,5% Wu tilida, 5% Min tillarida so'zlashadi. AQShning milliy valyutasi dollar, Xitoyniki esa yuan. 1 dollar taxminan 6,8 yuanni tashkil etadi. AQShning olib ichki mahsuloti 30 trillion dollardan ortiq. Xitoyniki esa taxminan 20 trillion dollar. AQShning eng yirik kompaniyalari: Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Walmart, Pepsi, McDonald's. Xitoyning eng yirik kompaniyalari esa Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi, BYD, Lenovo, ZT, ByteDance, AliExpress, DJI kompaniyalaridir. AQSh yiliga 831 milliard dollar harbiy byudjet uchun sarflaydi. Bu yalpi ichki mahsulotning taxminan 3,5% ni tashkil etadi. Xitoy esa yiliga 296 milliard dollar sarflaydi va bu yalpi ichki mahsulotning 1,7% ni tashkil etadi. AQShda aktiv askarlar soni 1,333,000 kishini tashkil etadi. Xitoyda esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha: aktiv askarlar 2,35,000 kishi. Rezervdagi askarlar soni 299,000 kishini tashkil etadi, 510,000 ta. Tanklar soni 4,600 ta, 5,000 dan ortiq. Harbiy uchoqlar 13,300 ta, 3,300 ta. Dronlar 13,000 dan ortiq, 3,000 ta. Harbiy kemalar 470 ta, 730 dan ortiq. Yadro kallaklari 5,200 ta, 500 ta. Eslatma, bu sonlar shunchaki taxminiy sonlar. Biz aytgan sonlardan ko'proq bo'lishi yoki kamroq bo'lishi ham mumkin. Shu ko'rsatkichlar bilan Xitoy Global Free Power sayti reytingida harbiy sanoat bo'yicha 3-o'rinni egallaydi. AQSh esa dunyoda 1-o'rinda. Keyingi videoda qaysi davlatlarni olib chiqishimizni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.